Assalomu alaykum ahli YouTube. Yana shu o'rdaklarimiz haqida video qilyapmiz. O'zi bu o'rdakda, indeskiy o'rdakda boqqan odamga qandaydir ruhiy odamga nima deydi, dam olar ekan dedim men. Shunaqa fikrga keldim. O'zimiz boqib, bizga juda ma'qul, shovqini yo'q, baqir-chaqiri yo'q. Hidi ham yo'q, toza saqlansa. Tekkina siz bir jimlik bilan yurib, tomosha qilib o'tirib, bemalol odamga bu narsa ham parrandachilik ham qanaqadir bir ruhiy dam berar ekan deb bildim men. Quyonlarimiz ham katta bo'lib qoldi. Ko'payishi kerak, negadir cho'zilib ketyapti. Endi eski qora boshlar, oq bilan qora boshlar. Bular aralashib bir-birini bosib ketaveradimikan endi? Allohu alam. Mana oppoq oyda qarang, chiroyliligini qarab dam olasiz. Juda yoqimli holat. Umuman shovqini yo'q. Quvmasa kimdir baqimasa, umuman shovqin chiqarmaydi, sekin yuraveradi. Nima qilyapsiz? Nima qiynayapsiz? Shuncha tushib ko'rmam, zerikmadingizmi? Ushatmayaptimi? Qani o'sha katta oq xo'roz? Orqaga o'tib ketdimikan? Bizga bu parrandaning yana bir yaxshi jihati, bizga yoqqan jihati, o'zimiz bunaqa domda turamiz. Domimiz orqasida mana shunaqa tashlandiq joy bor edi. Bu yerda tozalab, setka bilan o'rab, kataklarni yasab. Bu o'rdaklar bo'lgani yaxshi, mana bu yerda domda turadigan, yashaydigan odamlar. Misali shovqin-suron qilsa, ya'ni qari bor, yosh bolasi bor. O'shalarga ham juda yaxshi narsa ekan dedim men. Menga juda ham ma'qul tushdi o'zimga shaxsan. Shovqin-suroni yo'q. Ortiqcha nimasi yo'q. Go'shti ham shirin mazali. Bir qarindoshim rosa ko'p boqqanda olib kelib so'yib yeganmiz bir-ikki marta. Zo'r bo'ladi. Mana shu ko'ringlarchi, mana shu xo'rozmi, makiyonmi, shuni biz ajrata olmayapmiz. Ovozidan anaqaga o'xshayapti. Sal nariroqqa borganda to'liq ko'rinmayapti. Ovozidan xo'rozga o'xshayapti. Lekin makiyonlarga hali qaragan yo'q. Yosh xo'rozchami? Bu vesi ham yaxshigina. 3 kilodan oshiq chiqsa kerak. U kattasi ana qilib ketyapti. Naqini qiynama o'g'lim. Shu shovqinida endi buni. O'zingdan boshqa odam eshitmaydi uni shovqinini. Tovuq bo'lganda va deb bo'lardi. Agar bular juda nima bezyon ko'rinadigan, lekin bitta begona o'rdakmi, bir tovuqmi, bir nimadir kelib qolsa, bu hududga. Juda nima qilar ekan, bular kellasini qimirlatib, shovqin qilib. Shovqindan baland shovqin emas, pis-pis deb chiqishtirgisi kelmay haydab. Mana uni ham bola ochib chiqqan edi, bozordan olib turganimda. Menimcha jo'ja shekilli bu ham. Bahorga bo'lsa, hali tulagani ham yo'q-da. Endi mana ular endi tulaklar, bular ochib chiqqan desa, bular qonni ham osilib yotibdi. Bu qonni ham osilgan yo'q. Voy. Nima havasini qamab olding, qo'yib yubor. Bolalarga ham yaxshi, nimada ko'chada bexuda o'ynab yurmaydi, shunga qaraydi. Ana shu kattamiz. Oho. Mana shular mana 1 yillikni, 2 yillikni tulak. Qo'lingni yulib olar ekan, tirnoq yomon ekan.
Sal nariroqqa bor. Buni ot qo'yding bunga? Ha? Nima qo'yding? Sehrli tilak. Sehrli Siz nima tilak. qo'ydingiz? Oq bosh qo'ygan, yo oq pat qo'ygan. Sehrli tilak deysan. Nima ekan bu? Sehrli tilak. Sehrli tilak. Ot yoqmadi o'ziga turishiga qarab buni. Yaxshiroq chiroyliroq ot qo'yinglar menga deyapti. Ot qo'ymay qo'yaver, agar ot qo'ysang, keyin buni so'yadigan bo'lsa, go'shtini yeyolmaysan. Sehrli tilakni go'shtimi deysan? Hammada ham shunaqami? Misol bir jonivorga o'rganib qolsa, yem berib katta qilib so'ygandan keyin qandaydir go'shtini yeyolmaslik xususiyat ko'pchilikda bormi? Bizda shunaqa. Menda jam unchalik bas edi, shu o'g'lim bitta xo'rozi bor edi, o'shani so'yuvdik. O'sha xo'rozni go'shti deb yeyolmayman men dedik, men ham yeyolmay qoldim qandaydir. Qo'yib yubor endi hamma yo'lni qazmoqchi qilib oldim. Mana ket o'ynab yuraversin, kattaligini qarang. 5 kilo chiqsa kerak, yo 4,5 kilo 5 kilo chiqadi. Bu mishiqlarimiz ham bor. Semiz, ammo biz yaxshi mishiqlarimiz. O'rdaklarimizga ham, tovuqlarimizga ham, tuxumlarimizga ham nima qilmaydi, tegmaydi. Mishiq ko'p bu yerda. Endi jo'jalar ochib chiqsa ehtiyot qilamiz va jo'jani olsa kerak-ku. Kichkina jo'jalar bo'lsa. Mana hali eng katta bahaybatimiz kelyapti. Shu 6 kilodan nari chiqsa kerak shu. Shuni menga arzonga tushdi mana shu. Shu xo'roz, o tepada turgan shu qora tulak makyon. Bo'ldi, qo'rma o'g'lim. Orqasida turgan sarg'ich shu makyon ikkita, keyin yana bitta makyon. Bitta makyonimiz qani ekan? Mana bunisiki. Uni oq bosh turibdi mana. Shu 3 xala makyon, keyin 4 ta xo'roz. 430 mingga oldim. Makyonlar 100 mingdanga tushsa, so'rovni bittada baraka qilib oldik. Xo'roz 130 mingga, agar 90 mingdan tushsa, 160 mingga ham xo'rozni oldik-da. Menimcha shu yaxshi oldik, arzon oldik, joy qimmat olmadik. Zararli. Voy, qiynama. Shu yerda oldik. Ammo uni katta xo'roz bilan uni oq xo'roz ikkovini Yangi Qo'rg'on bozoridan, Farg'ona viloyati Yangi Qo'rg'on bozoridan shaharchasi 270 mingga oldik. 135 mingdanga tushdi-da. 135 mingdanga tushdi ikkala xo'roz. Endi qolgan xo'rozlar o'zimizdaligi. Uni xo'roz bilan buni makyonda, shu ro'pardagi makyon bilan buni xo'rozni 160 mingga olib keldik ikkalasini. Bir oycha oldim. Buni kichkinalarni ertaga 20 mingdan oldik. Ikkita turibdi. Bittasi juda xunuk. Mana shuni bironta obunachilarimizga ham beraveramiz agar. Juda so'ygani ham ko'ngilimiz bo'lmayapti buni. Qaysini? Buni yosh katta bo'lsa chiroyli xo'roz bo'lib ketadi. Xo'rozga o'xshatdim men buni. Qo'li kichkinami? Keyinchalik katta bo'laversin-chi, agar bironta yaxshiroq, aktivroq obunachimiz bo'lsa, sovg'a qilib yuboramizmi? Biror joyga uzoqroqda bo'lsa, dastavka qilib beramizmi? Yaqinroqda bo'lsa, olib ketishadi o'zlari. Xullas, shunaqa gaplar. Mana shu uchamiz. Oqimiz bor ekan. Orasi chiroyli, mana ikkita shu makyonimiz. Oqimiz tulak, xononimiz. Menimcha bahorgi jo'ja bo'lsa kerak, tulamagan ekan. Shular ham tuxum kirib qolar. Shu oq tulakdan 100 mingga olib keldik yaqinda, tajikdan. Mollari ham chiroyli bo'lsa kerak. Olib ketdik.